Xo'p, bo'lmasa keyingi mavzuyimizni ham boshladik. Elektr maydonida dielektriklar degan. Elektr maydonida dielektriklar. Xo'p, elektr maydonida dielektriklar haqida gaplashishdan oldin birinchi elektr dipol nimaligini bilib olaylik. Elektr dipol yoki elektr dipoli bu bir-biriga juda yaqin joylashgan bir xil miqdorda lekin qarama-qarshi zaryadlangan zaryadlar sistemasi elektr dipoli deyiladi. Ya'ni bir xil zaryadga ega bo'lgan plus U va bunga yaqin joylashgan xuddi shu miqdordagi lekin qarama-qarshi zaryadlangan mana bu zaryadlar sistemasi elektr dipol deyiladi. Tushundingmi? Elektr dipolda endi dipol momenti degan kattaligi bor. Buni P bilan belgilaymiz. Bu Q ko'paytirilgan L ga, ya'ni zaryad miqdorini mana bu masofaga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Tushundingmi? Buni gaplashishimizdan maqsad dielektriklarda o'zi ham ikki xil bo'ladi. Qanaqa? Qutbli va qutbsiz dielektriklar bo'ladi. Qutbli dielektriklar deganimiz musbat va manfiy zaryadlari bir-biri bilan ustma-ust tushmaydigan. Ya'ni bitta molekul dielektrik molekulasini oladigan bo'lsak, bunda musbat zaryadli molekular mana bu tomonda joylashgan bo'lsa, manfiy zaryadli molekular bu tomonda joylashgan bo'ladi. Ya'ni ular og'irlik markazi bir-biriga ustma-ust tushmaydi. Mana qutbli deyiladi. Tushundingmi? Bularni elektr maydonga kiritadigan bo'lsak, xuddi molekulalar avval qarang. Musbat va manfiylar bir-biriga ustma-ust tushib turgan bo'lsa ham mana bunday bo'ladi. Endi buni elektr maydonga kiritganimizdan keyin elektr maydon bu tomonga qarab mana bu tomonga qarab yo'naltiraylik. Shunda manfiy zaryad bu tomonga tortiladi, musbat zaryad bu tomonga tortiladi. Natijada mana bu molekulalar qutblanib qoladi. Buni qutublanishi xuddi mana elektr dipolga o'xshayapti. Tushundingizmi? Demak, qutbli molekulalar elektr maydonga kiritilsa, ular qutblanadi va xuddi elektr dipoli kabi maydon hosil qiladi. Elektr dipol ham kichkinagina mana bu tomonga qarab yo'nalgan Y maydon hosil qiladi. Tushundingmi? Endi qarang, elektr maydon mana bu tomonga yo'nalgan bo'lsa, biz buni ichiga dielektrik kiritadigan bo'lsak, unda nima bo'ladi? Birinchi molekulalar qutblanadi. Mana molekulalar qutublanganda biz mana bunday maydon berilgan bo'lsa, bu tomonda manfiy bor deb qaraymiz dedik, bu tomonda musbat bor deb qaraymiz dedik. Manfiy molekulalar bu tomonga tortilib qoladi, musbatlar bu tomonda qoladi. Mana bunday manfiysi bu tomonda, musbati bu tomonga qarab yo'naladi. Xuddi shu tartibda joylashishi bu molekulalar qutublanishi deydi. Tushundingmi? Endi mana ular ichida ham ozginadan Y0 maydonlar bormi har bitta dipolda? Teskari chizib qo'yibmiz. Musbatdan manfiyga qarab yo'nalgan. Tashqi maydon qanday yo'nalgan? Tashqi maydon bu tomonga qarab yo'nalgan, ya'ni o'ngga qarab ichkaridagi dielektrikning ichidagisi bo'lsa, unga qarama-qarshi yo'nalgan. Xo'p, shuni hisobiga ichkaridagi maydon kuchlanganligi, tashqaridagi maydon kuchlanganligidan nima bo'ladi? Kamayadi. Tashqaridagi. Qanday qilib kamayadi desa, Y ichkaridagi maydon kuchlanganligimiz Y tashqaridagidan, ya'ni mana tashqi maydon kuchlanganligidan, mana dipollari maydon kuchlanganligini Y0da ayirmasiga teng bo'lganligi uchun ichkarisidagi maydon nima bo'ladi? Kamayadi. Xo'p, biz dielektrik singdiruvchanlik haqida gaplashganmidik, epsilon. Shu aynan epsilonning hosil bo'lishining sababi shu. Ya'ni epsilon bu maydon kuchlanganligini kamaytiradi. Misol uchun suvda bu 81 ga teng dedikmi? Vakuumda maydon kuchlanganligi Y ga teng bo'ladi degan bo'lsa, suvga xuddi shu zaryadni kiritadigan bo'lsak, unda Y taqsim 81 bo'lib qoladi. Ya'ni 81 marta nima bo'ladi? Kamayadi. Sababi suvning ichida mana bu qutbli molekulalar tashqi maydonni kamaytiradi.
tushundingmi? Endi mana dielektrik singdiruvchanlikni Kulon qonunida o'tganidek, bu F vakuumdagi ta'sir kuchini F muhitdagi Kulon kuchiga nisbatida xuddi shuni elektr maydon orqali ham yozsak bo'ladi. Y vakuumdagi maydon kuchlanganligini xuddi shu zaryad hosil qilayotgan Y muhitdagi maydon kuchlanganligiga nisbati, ya'ni maydon kuchlanganliklari vakuumda va muhitda necha marta farq qiladi. Shuni bildiradigan kattalik dielektrik singdiruvchanlik deyiladi. Tushundingmi buni? Mana ularni so'zma-so'z yozdirib qo'yaymi? Yo'q, tushundim. Bo'lmasa tushungan bo'lsalaring chizib yozib olinglar.